video qilishimga majbur bo'ldim oxiri. Bu yerda tekst tayyorlab qo'ygan edim, o'sha tekstga qarab turib o'qib beraman. Adashib ketmaydigan maqsadida. Xo'p, men sizlarga o'zimning muammom bo'yicha murojaat qilmoqchiman. O'tgan yil avgust oyi Ro'shan ismli shaxs o'z mashinasida kelib mening avtomobilimning orqa qismiga urilgan edi. Ushbu holatda bo'yicha sud jarayoni boshlangan. Ammo mana 9 oy beri ish davom etmoqda. Afsuski shu kungacha na mening foydamga, na ikkinchi tomon foydasiga aniq bir qaror yo'q, xulosa chiqarilmagan. Yo'q, ishning cho'zilib ketgani sababi men juda qiynalib qoldim. Adolat va qonun yechimi bo'lishi istayman. Shu sababli YouTube orqali murojaat qilishga qaror qildim. Mas'ul tashkilotlardan ushbu ishni tezkor va adolatli ko'rib chiqishni so'rayman. Murojaatimni tinglaganingiz uchun rahmat. Buni bekordan bekor aytmayapman, chunki haqiqatan o'tgan yili shunaqa holat bo'ldiki, mana mashinamning orqasidan o'zimni adashim, meni ham ismim Ro'shan, uni ham urgan insonni ham ismi Ro'shan. Lekin men video qo'yaman, o'sha videoni ko'rsanglar, adolat kimning tarafida? Meni tarafimdanmi, uni tarafidami? Keyin videoni yaxshilab qarasanglar, u mashina bordyurni ustiga chiqib turib, mashinaning muvozanatini yo'qotgan holatda meni mashinamning orqasiga yetib urilgan. Endi hozir bo'lsa, hech qanaqa sud qarorlari, GAI xodimlari hech qanaqa xulosa berisha olmayapti. Sud ikki jarayondan o't bo'ldi. Birinchi jarayonda ham orqaga qaytarishdi, ikkinchi jarayonda ham orqaga qaytarishdi. Men aytmoqchimanki, muhtaram aziz aka, siz shu hozirgi holatda MVDni boshlig'i bo'lganligingiz uchun shu narsaga sal jiddiyroq qarab, shu ishni ko'rib chiqsangiz, iltimos qilardim. Chunki 9 oydan beri men hozirgi holatimda yomon holatdaman. Chunki u mashinaning orqasidan men daromad topardim, tirikchilik qilardim. Hozir endi 9 oydan beri men uyda o'tirib qolganman. Mashinam yo'q. To'g'risini aytsam, kira ham qila olmayapman, ishga ham chiqa olmayapman. Pulim bu ishga bormayapti. To'g'risini aytsam, kerak bo'lsa yeb icharimni tayini ham yo'q, uyqum ham o'chgan. O'sha narsani o'ylab, fikrlab yetib bora olmayapti. Hayron qolaman. Chunki adolat qani? Orqadagi mashina distansiya degan narsa saqlab yurish kerak. Bu bo'lsa birinchi polosani o'zida 140-150 kelib bo'lgan, qog'ozda bo'lsa 70 ketyapman, 60 ketyapman deb yozib bergan. Bu yoqda qani haqiqat? Men o'shanisi mana ko'nglimda qolib ketyapti. Hozirgi holatda mashinam yo'q. Urilgan mashinamni vasanaviy qilish uchun pulim ham yo'q edi. Urilgan holatida mashinamni sotib oldim. To'g'risi, menga yordam berishinglarni xohlardim, iltimos qilardim. Alloh yo'liga, Robbimga suyanib turib so'ray masaladan. Juda ham yomon ahvoldaman men. Iltimos shu ishni ko'rib chiqsanglar. Kattakon